Assalomu alaykum do'stlar. Bu nimaga 5 kunda video chiqaraman deb chiqarmayapti deyapsizlarmi? Sizlarga shans bergim keladi. Hurmatli obunachilar, meni doimiy kuzatadigan obunachalarim nima haqida gap ketayotganini juda ham yaxshi bilib turibdi. Mana shu videoda 8 kun oldin qo'ygandik. Bu videoda mazmuniga ko'ra har bitta bosilgan like, har bitta yozilgan kommentariya va har bitta obuna tugmasi uchun gilomimizni narxi общий hisoblaganda 5000 so'mdan arzonlashi kerak edi. Va bugun o'sha kun keldi va biz har bitta like'ni, kommentariyani va obunalarni sanaymiz va ayirib tashlaymiz. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, videoda eng qiziq joyiga ham keldik. Eng qizig'ini aytayman, hurmatli obunachilar, 10 taga juda ham oz qoldik. Faqat siz obunangiz etmayapti. Iltimos videoda shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Chunki eng qiziqarli va eng mazmunli videolar Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida chiqadi. Ketdi. 3700 ta prosmotr bo'lgan. Mana hurmatli obunachilar, почти 9 kun sizlarga shans berganman. 8,5 kun. Nimaga video unaqa topga chiqmagan? Qaranglar. Videoda ko'pchilik oxirigacha ko'rmagan. O'rtacha 1,5 daqiqa tomosha qilishgan. Video esa 4 daqiqadan oshiqroq. Ketdi 3700 ta prosmotr, 153 ta like. 353 ta like ekan. 353 ta like hurmatli obunachilar. Bu degani 353 ming so'm degani. 158 ta kommentariya. Bu ham 158 ming so'm degani. Hurmatli obunachilar, eng qiziq joyi endi o'tadi. Obunalarni sanaymiz. Obunalar 138 ta odam. Bu degani 2000 so'mdan hisoblaganimizda 276 ming so'm degani. Endi общийsini tushib chiqishimiz uchun 353 ming so'm ketdi. 353 ming plus 100 qancha 158 tamidi. 158 ta kommentariya. Oho, 511 ming bo'lib ketdi. Va 276 ming so'm. 787 ming so'm gilomimizni narxidan ayiramiz. 787 ming so'm. 2,8 million so'm qilib belgilagandik gilomimiz narxini. 787 ming so'm. Hurmatli obunachilar, ko'rib turgan gilomlaringning narxi 2,8 million so'mdan 2,13 million so'mgacha arzonlab ketdi. Hurmatli obunachilar, men sizlardan bundanda zo'r aktiv kutgandim. Kommentariyalarda o'qib gilomni shunchaki paddarka qilib yuborgim kelyapti. Lekin buni ilojisi yo'q. Sizlar meni paddashka qilib shunchalik obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayapsizlar. Buni qizib olish deb olaylik sizlar uchun, hurmatli obunachilar. Men sizlarga yana bitta shans beraman. Shu kelgan joyidan yana 5 kun sizlarga shans. Xuddi shu shartlar bilan har bitta bosilgan like uchun gilomimizning narxi 1000 so'mdan tushadi. Har bitta izoh uchun ham 1000 so'mdan tushadi. Bir kishi maksimalni 2 ta izoh yozishi mumkin va har bitta bosilgan obuna tugmasi uchun gilomimizning narxi yana 2000 so'mdan arzonlaydi. Shunda bir kishi 2 ta kommentariya, bitta like va bitta obuna bo'ladigan bo'lsa, gilomning narxi hozir shu kungacha kelgan joyidan yana 5000 so'mdan tushib boradi. 5 kun ichida videoda qo'yaman. Endi menda xafa bo'lmaysizlar hurmatli obunachilar. O'zi shu joyda to'xtatishim kerak. Gilomning narxi yana hozir shuncha tushib ketgandan keyin ham yana men sizlarga shans beryapman. 5 kun bu ozgina muddat bas. Ko'pchilik tushunmagan bo'lishi mumkin videoda shartlarini. Lekin tasavvur qilib ko'ring, bitta videoda shuncha narx tushdi, keyingi videoda qanchaga narx tushadi. Agar rex bo'lib ketadigan bo'lsa, gilomning narxi hozirgi narxidan ham tushib ketadigan bo'lsa, kommentariyada eng yaxshi izoh yozgan odamga beraman deganman. Xuddi shu shartlar bilan ketdi, hurmatli obunachilar. Sizlardan uguna, bizdan buguna. Mana shunaqa bomba qo'llab-quvvatlab turishlar bo'lsa, men sizlarga bundan ham dahshatli videolar qilib chiqaraman. Shunchaki sizlardan aktiv bomba qilish kutiladi xolos. Let's go azizlar, bosamiz bo'lmasam like-ni, kommentariyani va obunani bang'ilab tashinglar. 5 kundan keyin ko'rganda ko'rishguncha. Let's go.